Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi ustanotgamiz Qoraqalpog'iston miskina bo'ldi. Kuxni mebelimizni ko'rsatib o'tamiz. Kuxni mebel osmonlar 1 metr bo'ldi. Yuzini fasadi mokriy akrildan bo'ldi, eng yaxshisidan. Ana shunday tushakalar qo'yildi. Moykalar full moyka. Eng yaxshisidan. Gazdan o'rnatib berdik bunday qilib. Qashqa bonus bo'ldi. Defalarni lampochkalar ishladik. 3 xil bo'lib yonib o'chadi. Kuxni mebeli xolasizmi aka? Yo'q, shukr, rahmat, sog' bo'linglar. Kesib ko'rganingizdan barakat topinglar. Ishlaysiz omad. Bundan ham yaxshi ishlarga rivoj qilmasizlar. Yaxshi. Qo'lingiz tegmas, ishingiz ajoyib. Yaxshi Ming yuzlashing. rahmat balam, Tangri Xudoyim to'ylar yaxshigina izzat tutingaysilar. Sizlar yaxshi ishlaydi. Ilohim, Xudoyim.